Hurmatli qo'y burch sohiblari uchun 2026-yil iyul oyiga tarodan xabar. Qo'y burch sohiblariga. Xo'sh, iyul oyida sizni nimalar kutmoqda? Qanday energiyada bo'lasiz? Ancha-muncha odamlarni hayotingizdan uzoqlashtirdingiz. Atrofingizni tozaladingiz. Kerakli shaxslarni qoldirishga qaror qabul qildingiz. Nimalar kutyapti? Kimdir sizni kuzatyapti, rashk qilyapti. Sizda hech kimga berib qo'ymoqchi emas. Emotsionalniy nimadir kacheli bo'ladi. Sog'inch, sevgi, rashk, shunaqa suhbatlar bo'lishi mumkin. Yana nimalarga? Siz xaridlarni kamaytirasiz. Iyul oyida siz xaridlarni kamroq qilasiz. Ko'proq tejaysiz va shunga majbur bo'lasiz. Yana nimalar kutyapti? Ehtiyot bo'ling. Kim bilandir shartnoma tuzayotganda yoki dogovor qilayotganingizda ehtiyot bo'ling. Ular podstava qilishi mumkin yoki fitna uyushtirishi mumkin. Ehtiyot bo'ling. Aynan bunaqa kunlar 7-iyuldan 10-iyulgacha ehtiyot bo'ling. Bozorlarga borsangiz yoki ko'cha-kuyda bo'lsangiz, narsalaringizga ehtiyot bo'ling. Uydan chiqayotganda dazmolni o'chirib yoki to'qli narsalarga ehtiyot bo'lib, hamma narsaga e'tiborli bo'ling. Gazlarni o'chirib, dazmollarni o'chirib yurganingiz ma'qulroq. Avtoulovda bo'lsangiz, suv to'ldirilgan bakalashkalarni qoldirmaganingiz ma'qulroq. Menimcha, suv bo'ladi. Sizdan hayotingizdan kimdir ketadi yoki ishxonangizdan kimdir ketadi, ishdan bo'shaydi yoki siz ish joyingizni o'zgartirasiz. Ishga borib kelasiz, pul bo'ladi, xavotir olmang. Konfliktdan ehtiyot bo'ling. Sizning g'azabingizni keltiruvchi suhbatlar bo'ladi. Bu oila a'zolaringizning ichidan chiqadi. Lekin iloji boricha konfliktga bormang. Balkim juftingiz bilan urushib qolishingiz mumkin yoki farzandingiz bilan. Sizda yangi etap boshlanadi. 20-iyuldan keyin sizni ko'nglingiz joyiga tusha boshlaydi. Ko'p narsalarga erishasiz, kerakli narsalarni olishni rejasini tuzasiz, ishingizning faolligini oshirasiz va yolg'iz qaror qabul qilasiz. Yolg'iz. Sizni kuchingizni ko'rib qoyil qolishadi. Omad siz tomonda. Kaleso Fortuni. Omad siz tomonda. Bu ajoyib.